Assalomu alaykum. Nurafshon TV telekanali o'z dasturlarini Agrouz ko'rsatuvi bilan davom ettiradi. Toshkent viloyatining barcha tumanlari bo'ylab kichik tomorqasidan katta daromad olayotgan dehqon, bog'bon tadbirkorlarni sizga tanishtirishda davom etamiz. Demak, bugungi manzilimiz Qibray tumani. May oyi gilos mavsumi hisoblanadi. Mazkur meva ilk marotaba 10 ming yil avval iste'mol qilingan. Olimlarning fikricha, olcha aynan gilosdan kelib chiqqan ekan. Gilos tarkibidagi vitaminlar yo'qolmasin desangiz, uni o'z mavsumida iste'mol qiling. Undan murabbolar tayyorlanganda, afsuski, ko'pgina foydali moddalar yo'qoladi. Mushaklar yoki bug'unlar og'rig'i sizni qiynayaptimi? Unda gilos yeng. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gilos og'riqni yengillashtiradigan mevalardan biridir. Unda mavjud bo'lgan antosianinlar yurak uchun ham foydali. Olib borilgan izlanishlar natijasida bu moddalar yallig'lanishni kamaytirish va sog'lom arterial funksiyani rag'batlantirish orqali yurak kasalliklarini oldini olishda ahamiyatli ekani aniqlangan. Bundan tashqari gilos uyqu sifatini yaxshilaydi. Har kuni 25 dona gilos iste'mol qilish 3 kun ichida sog'lom va uzoqroq uxlashga yordam beradi. Shuningdek, gilos ikkinchi turdagi qandli diabetga chalinganlar uchun ideal uglevod manbai hisoblanadi. Gilos shirin ta'mga egaligi sababli ham organizmga to'qlik hissini bag'ishlaydi, lekin shunga qaramasdan ham u kam kaloriyali meva hisoblanadi. O'z vazniga be'tibor bo'lmaganlar undan bemalol xohlagancha iste'mol qilishlari mumkin. Amerikalik olimlar gilos iste'moli bilan saraton rivojlanishining pasayishiga erishish mumkinligini aniqlagan. Gilosni tanovul qilish quyidagi holatlarda tavsiya etilmaydi. Agar sizni allergiya, ichak, oshqozon va oshqozon osti bezi kasalliklari, individual to'g'ri kelmaydigan holatlar qiynasa, ushbu mevani iste'mol qilmaganingiz ma'qul. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va professional tibbiyot birlashmalari mutaxassislari har kuni turli sabzavot va mevalarni iste'mol qilishni maslahat beradi. Shu qatorida gilosni ham istisno holatlardan tashqari har kuni taxminan 200 gram miqdorda yeyish mumkin. Tavsiya etilgan kunlik me'yorga amal qilinmasa, diareyaga sabab bo'lishi mumkin. Archa qorli qish faslida ham o'z yashilligini yo'qotmaydigan o'simliklar sirasiga kiradi. Uning hidi inson asab tizimini tinchlantiradi, immunitetni mustahkamlaydi, qolaversa havoni tozalaydi. Mutaxassislarning fikricha, bitta katta archa daraxti yiliga 30 kilogramgacha karbonat angidrid yutadi. Asosan dekorativ o'simliklarni yetishtirish bilan shug'ullanamiz, gullar va archalar asosan. Sasnalarimiz, boya gullarimiz Yevropa davlatlaridan olib kelinadi. Gollandiya, Turkiya, Italiya shu kabi davlatlardan olib keladi. Bizlarga ular P9 tuvaklarda keladi. Buni mana shu o'zimiz O'zbekiston sharoitida, iqlim sharoitida ekamiz. Ekish mavsumlari asosan erta bahor va kechki kuzlarga keladi, to'g'ri keladi. Archalarimiz asosan salqin, namli havolarda ekilgani yaxshi bo'ladi. Chunki bu yerda moslashib o'sishiga juda qulay harorat va sharoit bo'ladi. Ularni yetishtirish asosan bizlar mana ekilgan narsani tomchi sug'orish bo'yicha texnologiyasidan foydalanamiz. Suv tejash uchun, mana shu o'simligimizni saqlab rivojlanish uchun yaxshi bo'ladi. Kelganda bizlar mana shu yosh nihol mana shu o'zi kelib mana shu havolarda kerakli muolajalar qilamiz. Masalan, galvoylar, yo'qsa tislar bo'ladi, hvoyni narsalarimiz. Ustini yopadigani yopamiz, moslashtiramiz. Masalan, bizada O'zbekistonda 40 gradusdan yuqori bo'ladi. Yevropa davlatlarida 30 gradusga boradi. Namlik katta Yevropalarda. Shu sababdan bizlar masalan kerakli muolajalar qilamiz. Salqin harorat, masalan, galbo yelimiz mashinchi haroratgacha chiday oladi. Yo'qsa issiqlik darajasi ko'p bo'lsa, uni himoya qilish. Himoya qilganda nima qilamiz? Setkalar yopiladi. Tegida yashil rivojlanish uchun va namlikni ushlab turish uchun. Masalan, uni kuzatib turadi, agronomlarimiz bor, kuzatadi. Qancha o'sish jarayoni qancha bo'lyapti? 10 kundami yo 5 kundami kuzatib turadi. Gul bo'ladimi, mana hvoyni archalarimiz bo'ladimi? Hammasi kuzatuvda bo'ladi. Bir chetdan kelsak, mana galbo yellarimiz bor, tislarimiz bor. Galbo yellarining 3-4 xillari bor. Masalan, baby blue sortlari va hopsi sortlari bor, galbo yel. Yana xillari bor. U baby blue bilan hopsi sortlari uning igna bargliklarga kiradi va hopsida ignasi sal boshqacharoq bo'ladi.
ham rangidan farq qiladi. Va uning mana shu o'zimiz O'zbekiston sharoitida rivojlanish darajasi yaxshiroq. Xopsiniki kasalga yaxshiroq. Uncha hasharotni ham yenga oladi, kasalga ham yaxshiroq. Doralash mavsumlari erta bahorda. Xo'ynilarga yana aytsak, arizonkalarimiz bor, mayda arizonkalarimiz. Ular ham shu Yevropadan keladi, ular ham xo'ynilarga kiradi. Ular doralash mavsumi erta bahorda dorilanadi, oxir kuzda dorilanadi. Mana shu arizonkalarimiz. Ularga o'zining kimyoviy ishlov qilingan agronomlarimiz ishlov berib himoya qilinadi. Masalan, hozir yoz oyi bo'lsa, birinchi hasharotlar nima qiladi? Uni badanidagi namlikni nima qiladi? U hozir ko'rsata olmayman, lekin nimada bo'ladi? O'zi shunga qarshi dorilari bor. Tegishli dorilar berilib, muolaja qo'yilgandan keyin o'zimiz ishchilarimiz ishlov berishadi kasalga qarshi. Hozirgi sharoitda. Oldini olish sharoitida erta bahorda qilinadi-da, oldini olib. Masalan, o'zi bilamiz, masalan, arizonka bo'lsa, qanaqa dori? Qorishmalari masalan, oddiy o'zimizning usulda oldini olish maqsadida uni dorilab nima qilamiz? Erta bahorda. Konteynerda bo'lganda 10 sm, 15 sm-gacha bo'ladi. P9 tuvaklarda keladi. Bu yerdan dorilanib nima qilib kelinadi. Sotish jarayoniga masalan golubой yelni oladigan bo'lsak, yiliga 4-5 sm o'sadi. U ham aprel oyiga to'g'ri keladi. Aprel oyida bitta o'sib oladi golubой yellarimiz. 4-5 sm. Vegetatsiya deydimi, shunaqa jarayon bo'ladi. Shu aprel oyiga to'g'ri keladi. Uni yillab kutadigan bo'lsak, masalan 1 metrdan yuqorilarni savdoga qo'yilgan paytda bitta 4 yil, 5 yilda vaqt o'tadi. Sasnalarimizga keladigan bo'lsak, sasnalarimiz o'zimiz tilda podushka sasna deyiladi. Gorizontal, vertikal deb bo'linadi. Tez o'suvchanlik va boyagi landshaft dizaynlariga ishlatadigan podushka sasnalarimiz. Podushka sasnalarimiz ham 3-4 xilga bo'linib ketadi. Masalan, oddiy majibinliklarimizni bonsay qilamiz. Shakl beramizda, masalan, uni pompon qilish mumkin, spiral qilish mumkin. Shakliga qarab narxi o'zgarib ketaveradi. Masalan, mana tuya archamizga shakl beryaptik, pompon qilyaptik. Bo'lmasa tribal qilamiz. Tribal qilgandan keyin uni ko'plab o'ziga kelgancha ancha vaqt o'tadi. Tribal deganimiz rasm bor, 3 ta bo'ladi mana. Bo'y masana bo'lsa 3 ta bo'ladi. 3 ta. U tribal hisoblanadi. U rasmlarni ham olib ketasiz anta. Spiral bo'lsa, u shu tan narxi o'zidan kelib chiqaveradi. Chunki u darajaga yetgancha ham ancha yil ketadi. Masalan, bu yil kesdi, bu yil kesib kuzga payt sotish mumkin emas. U zishlashib, tayyor mahsulot bo'lgandan keyingina sotuvga qo'yiladi. U shaklidan, boyagi balandligidan, uzunligidan kelib chiqadi narxi. Tuya archa bu ham Yevropadan keladi, 1 yilda 3 xil rangga kiradi. Hozir ko'm-ko'y bo'lsa, qishga borib sal sarg'ayadi. Qo'ng'ir svetga o'tib ketadi. Afzalligi, foydaligi tarafini aytsak, mana arizonka archamiz. Arizonka archamiz masalan o'zini hid taratadi. Qaysi paytda hid taratadi? Masalan, suv bilan purkaganda, kechki payt, salqin paytda purkagan paytda o'zidan hid taratadi. Bu hid taratgani o'kpa kasal, astmalarga eng davosi shu bo'ladi. Arizonka archalari. Foydali taraflar. Va unga o'xshash yana bir archalarimiz bor, o'zidan hid taratadi. Sog'liqqa foydali deb o'ylayman. Uncha landshaftga kelgan bizni xaridorlar keladi, mana shunaqa archa bor deydi. O'z bilgancha biz tavsiya beramiz. Mana shu archa eksangiz, mana shunaqa bo'ladi. Mana shu tarkibi, mana hidi bor. Yevropadan kelgan, afzalliklari mana shunaqa. Sog'liq uchun mana shunaqa deb ayta olamiz. 40 tadan oshiqroq ishchilarimiz bor. Hozir undan tashqari bizlar mavsumiy ishchilar qabul qilamiz, yordamchi ishchilar. Примерно mavsumga qarab 50 ta, 60 ta undan tashqari. Mavsumga qarab. U ham har kuni emas, shu mavsum. Masalan, u nima ish qiladi ishchilarimiz? Keladi, mana begona o'tdan tozalaydi. Archalarimiz chopiq bo'ladi. Ularga mavsumiy ish hisoblanadi. U yog'ingarchilik bo'lganga qadar jalb qilinadi. O'zimizning rasmiy ishchilarimiz to yil davomida ish bilan band bo'ladi. Rasmiy ishchilarimiz ichida masalan shakl beruvchilar, kesuvchilarimiz 3 ta 4 tadan iborat. Mexanizatorlarimiz mana asosan kultivatsiya solish texnikalardan traktorda
ishlov berish bo'yicha shug'ullanadi. Mavsum ishchilarimiz ekish davri bo'lib qoladi. Erta bahorda masalan ekish davri bo'ladi, boya yordamchi kuch kerak bo'ladi. Mavsum ishchilarimiz ko'chat ekishda yordamga keladi va yordamga chaqiramiz mavsum ishchilarni. Birdan sovib ketishi bor, birdan issiq bo'lib ketishi bor. Asosan mana archalarga issiq bo'lib ketganda kasallik oldini olish uchun agronomlarimiz bor. Ichida yurib kasalni kuzatadi va shunga qarshi kasalni oldini olish uchun ishlov beriladi. Masalan, buni archalarimizda boya aytganda 4-5 xil archalarimiz bor, shakl beradi deydi. Har xil archada har xil kasalliklar bo'ladi, har xil hasharotlar bo'ladi. Shunga qarshi ham oldini olish chora-tadbirlari ko'riladi. Ekish bo'yicha o'zining texnologiyalari ham bor. Mana masalan, bizlar mana sasna archani ekdik, obyektni oldik. Har xil sharoit bo'lishi mumkin. Shag'alli joylar bo'lishi mumkin va yo'l yoqasi bo'lib o'tlarga turpoq xususiyatini o'rganishimiz kerak. Qanday qilib buni agar turpog'imiz sariq bo'lsa, shu iqlim sharoitidan kelib qanaqa agrotexnik qila olamiz degan savol bo'ladi-da. Bunga bizlar masalan turpoqni xususiyatini bilmay turib uni olib borib eksak, u ertangi ko'karishiga hech kim garantiya bera olmaydi. Shuning uchun bizlarga 3x1, 4x1 biogomiz mahalliy o'g'it ishlab chiqarilgan mahalliy o'g'it qo'shilib, avvalambor uni tomchilab sug'orish, birinchi tomchilab sug'orish yo'lini qo'yiladi va keyin ko'chat ekiladi. Unda ham ko'chat ekilganda ko'm sharoitida kovlanadi. Masalan, sasnalarimiz ko'm sharoitida kovlanib, masalan, shakli kengligi 40 bo'lsa, tagiga 45 sm tuvak shaklida bo'ladi va setkalanadi. Setkalanish nima sabab? Setkalanishi shu o'simlikning ildizi shamollashdan, urinishdan bari xolos bo'ladi, setkalanadi, yaxshilab nima bilan tortilib, kanap qoplarda tayyorlanadi. Birinchi ko'chatimiz shu obyektga borish oldidan va uni shu boyagi birinchi suv masalasi, tomchilab sug'orish qanday bo'ladi? Suvni ko'rib chiqamiz. Suvni ko'rib chiqqandan keyin kovlanadi. Masalan, 40 ga 50 bo'lsa, uni 60 ga 70 qilib kovlanadi. Chunki ikki tomonlama aylana bo'ylab zazor kamida 5-6 sm bo'lishi kerak. Shundagina boyagi o'zimizni soladigan mineral o'g'itlarimiz, biogomizdan foydalanamiz va tagiga drenaj qilinamiz. Drenaj nima u? Drenaj tagiga keramik solinadi va shuni ustiga biogomiz aralash turpoq aralashgan ekib ustiga qo'yib, turpoq bilan biogomiz aralashib ekiladi. 4x1 ekilsa shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki bo'lmasam mahalliy torflarimiz bo'ladi. Mahalliy torf nima u? Mahalliy torf shox shabalar shirindisi mahalliy torf hisoblanadi. Qishloq sharoitida asosan mevali daraxtlar ekkan qulay deb o'ylaydi. Lekin shuni orasiga bir 2 ga 2 yo bo'lmasa 4 kvadrat joyni masalan landshaft deganda archa, ozgina dekorativ narsalar ekkan maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Chunki uning maqsad havoni tozalash, kislorod ajratib chiqarishda foyda beradigan deb o'ylayman. Dorivor o'simliklar inson salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ham insonlar asrlar davomida xalq tabobatiga murojaat qilib kelishmoqda. O'zbekiston sharoitida yetishtiriladigan dorivor o'simliklarning 120 ga yaqin turi bugungi kunda tibbiyotda ham keng foydalanilmoqda. Uning foydalarini bilgan tadbirkorimiz esa bugungi kunda mana shunday katta yer maydonida dorivor o'simliklar yetishtirib, katta daromad olmoqda. Hozir biz 8 gektarli yer maydoni, ya'ni dorivor o'simliklarni yetishtirish plantatsiyasida turibmiz. Bu yer plantatsiyasida 16 xil turdagi talabi eng yuqori bo'lgan dorivor o'simliklar yetishtiriladi. Bularga dorivor valeriana o'simligi, arslon quyruq o'simligi, tukli erva o'ti, qalampir yalpiz barglari, namatek o'simligi va boshqa yana o'simliklar ekib yetishtiriladi. Hozir biz mana valeriana o'simligini oldida turibmiz. Bu o'simlikni asosan ildizi ishlatilinadi, tinchlantiruvchi xususiyatga ega hisoblanadi. Bu o'simlikdan biz korxonamizda tabletka ko'rinishida nastoyka
yana fitochoy filtr paketlarda qayta ishlab xalqimizga yetkazib bermoqdamiz. Bu o'simligimizni 2 yillik o'simlik hisoblanadi. Shu 2-yili ildizi o'ziga kerakli bo'lgan ozuqani yig'ib olgandan keyin yig'ib olinadi. Bu o'simligimiz 2 yillik o'simlik hisoblanadi. Birinchi yilga yetishib chiqqan o'simligimizni tarkibida dorivorlik xususiyati kam bo'lganligi uchun unga tiyilmaydi. Ikkinchi yiliga ildizlari qazib olib qayta ishlashga beriladi va shundan dorivor preparatlar olinadi. Qazib olingandan keyin ikkinchi yildan keyin yerga qayta ishlov berib, boshqatdan urug' sepib, ko'chat qilib yana ekib yetishtiriladi. Bu o'simligimizni bahor faslida urug'idan teplitsaga sepiladi. Urug'idan ko'chat bo'lgunicha kuz mavsumi keladi. Kuz mavsumidan u ko'chat tayyor bo'lgan ko'chatlarni olib chiqib ochiq yer maydonlariga ekilinadi. Keyin 2 yildan keyin ildizi yig'ishtirib olinadi. Biza dorivor o'simliklarga asosan shu mahalliy o'g'it go'ng ishlatamiz. Sababi dorivor o'simlik bo'lgani hisobiga shu xalqimiz iste'mol qilganda har xil ximikatlarni iste'mol qilmasligi uchun. Bu o'simligimizni biz 3 gektar yer maydoniga ekib yetishtiramiz. Shu 2-yilga kelib yig'ishtirib olinishimizni 5 tonnadan 7 tonnagacha hisoblanyapti. Bu o'simligimizni asosan shu tinchlantiruvchi xususiyatga ega bo'lganligi uchun har xil bosh og'riqlari, stresslarda yaxshi yordam beradi. Misol uchun uyda ham kimdir kasal bo'lib qolsa, aptekaga bormasdan shu dorivor o'simliklar, o'zimiz yetishtirayotgan dorivor o'simliklardan foydalanib, nima deydi, dardimizga shifo topamiz. Chunki bilamizki, qaysi o'simlik nimaga davoligini. Bu o'simligimizni hozir biz mana ochiq yer maydoniga katta plantatsiya qilib yetishtiryapmiz. Bu o'simligimizni ham oddiy odamlar shu hovlisiga, tom orqasiga ekib yetishtirsa bo'ladi. Bu o'simligimiz arslon quyruq o'simligi hisoblanadi. Ruscha nomi trava pusturnika deb nomlanadi. Bu o'simligimizni asosan yer ustki qismi ishlatilinadi. Bu o'simligimiz tinchlantiruvchi xususiyatga ega bo'lganligi uchun har xil bosh og'riqlari, stresslarda yordam beradi. Nastoyka ko'rinishida, fitochoy ko'rinishida qayta ishlab shu xalqimizga yetkazib beryapmiz. Bu o'simligimizni hozir mana ochiq yer maydonida plantatsiya ko'rinishida yetishtiramiz. Sababi bu o'simligimizga talab yuqori bo'lganligi sabab. Bu dorivor o'simlikdan tayyorlagan dori vositalarimiz hozirgi kunda faqat shu O'zbekiston, ya'ni mahalliy bozori o'ziga yetkazib berilyapti. Kelajakda niyat bor eksportga chiqish. Bu o'simligimiz bahor oyida urug'idan ko'paytiriladi. Kuz oyiga kelib yig'ib olinadi. Bir yilda 5-6 marta o'rib olsa bo'ladi. Bu o'simligimiz quyoshsevar o'simlik hisoblanganligi uchun shu ochiq yer maydonlarida, shu quyosh yaxshi tushadigan joylarda yetishtirgan ma'qul. Bu o'simligimizni shu kuz oyida tayyor bo'lganda qo'l mehnati yordamida o'rib yig'ishtirib olinadi. So'ngra esa maxsus quritish stelajlariga olib borib, yupqa qilib yoyib, havo yaxshi aylanadigan xonalarda quritib tayyorlanadi. So'ngra esa saralash bo'limiga yuboriladi. U yerdan keyin maydalash bo'limiga o'tkazilinadi. U yerda kerakli miqdorda, kerakli o'lchamda maydalanib, omborxonalarga saqlashga qo'yiladi. Keyin shu kerak bo'lganini olib, maxsus filtr paketlarda va maxsus karton qutilarga qadoqlab, tayyor mahsulot omboriga yetkazib beriladi. O'sha yerdan keyin dorixonalarga yetkazib beriladi. Shifobaxsh o'simliklar bor. Buni ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun biz tavsiya qilardikki, shu dorivor
o'simliklardan, giyohlardan foydalanishni, tabiiy yo'l bilan tuzalishi. Qibray tumanidagi har bir mahalla va ko'chada yer ilmini puxta egallagan dehqon va tadbirkorlarni uchratishga shubhamiz yo'q. Shunday ekan, bu tumanga yana qaytish niyatida dasturimizni yakunlaymiz. Toshkent viloyati bo'ylab sayohatimiz esa kelasi dasturlarda davom etadi. Salomat bo'ling.